Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. BLC kursi bo'yicha BLC provider, ya'ni Basic plus Advanced Life Support soddaroq aytadigan bo'lsak, behush kritik holatdagi bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish mavzusidagi taqdimotimizni boshlaymiz. Bu yerda Basic degan tushuncha, bu yerda eng bir sodda qilib aytadigan bo'lsak, sodda ko'rinishi, ya'ni kritik holatdagi bemorlarga birinchi yordam ko'rsatishning sodda ko'rinishi basic holatda beriladi. Advanced life support bo'ladigan bo'lsa, bu tibbiyot xodimlariga nisbatan qo'llaniladigan birinchi yordamda, tibbiy yordamda aytiladi. Butun yer yuzi bo'yicha bu narsa shu BLC kurs deb ataladi. BLC kurslarda yer yuzi bo'yicha standartlari bor o'zini. Xo'p, taqdimotda o'rtoqlar tuzuvchisi Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot pediatrik kafedrasi mudiri PhD mudirimiz Ahmadali Shohrux Shuhratovich va qo'shimcha sifatida qo'shilgan ma'lumotlar bor. Ma'ruzachi pediatrik kafedrasi assistenti Shohrajon Muhammadali manman. Xo'p, taqdimot davom etamiz. O'rtoqlar, taqdimotimizda o'zlaringiz bilasizlar, Sog'liqni saqlash vaziri biz tibbiyot xodimlari sifatida biz bo'ysunadigan, tevadan keladigan buyruqlar Sog'liqni saqlash vaziri tomonidan oliy ta'lim muassasalarida, oliy ta'lim fan universitetlar vazirligi tomonidan, undan keyin bizning institutimiz Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot instituti tomonidan keladigan buyruqlarni bajarish bilan olib boramiz faoliyatimizni. Xo'p, taqdimotda davom etadigan bo'lsak, BLC provider, ya'ni eng sodda ko'rinishdagi BLC kursi. BLC kursini o'rtoqlar bu yer yuzi bo'yicha jamiki misol sog'lom odam, aqli odam bajara olishi kerak. Buni faqat tibbiyot xodimi bajaradi deb shart qo'yilmagan. Tibbiyot xodimidan tashqari har qanday tibbiyot xodimi bo'lmagan insonlar ham BLC kurslarini bajarishi kerak bo'ladi, o'rganishi kerak bo'ladi. BLC kursini sodda qilib aytsak, tibbiyot xodimlari misol dori-darmon foydalansa, bu dori-darmonlarsiz har kim bajara oladigan kurs deb ataladi. Asosiy hayotiy muhim organlarni qo'llab-quvvatlash BLC odda birinchi yordam ko'rsatuvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Mana misol hozir O'zbekiston sharoitida BLC kursiga oddiy tibbiyot xodimlaridan tortib tez tibbiy yordam shifokorlarigacha yoki shu misol shifoxonalarda, qabulxonalarda turgan milliy gvardiya xodimlari, hattoki ichki ishlar xodimlarigacha ham BLC kursini o'rgatish olib borilyapti. Xo'p, o'rtoqlar, BLC kursini taqdimotini sizlarga olib borishda keltirib o'tyapman. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri 25-yil 23-iyundagi 180-sonli buyrug'iga bir qancha ilovalar bor. Bu ilovalarni mana misol uchun 19-ilova desak, bolalarda anesteziya va reanimatsiyaga aloqador yana bir qancha ilovalari har bitta sohani o'zini standartlari desa bo'ladi shu ilovani. Misol mana qon aylanish to'xtashi, yurak o'pka miya reanimatsiyasi nazoriyasi bo'yicha protokollardan foydalandim. Shuning uchun buni ham keltirdim ekranda. O'rtoqlar, dastlab sodda bilimlardan boshlaymiz. Boshlang'ich bilimlarni baholash. BLC kursi bo'yicha bu kursni biz imkon qadar O'zbekiston bo'yicha jamiki shu sog'lom aqli odamlarga taqdim etishni reja qilyapmiz hozircha. Keling tasavvur qilib ko'ring, mana qarshingizda yurak xuruji holati bilan jabrlanuvchi yotibdi. Tasavvur qiling, mana misol behush bemor yotibdi. Ushbu notanish odamga yurak operatsiyasi o'tkazishingizni ehtimol qanday baholaysiz deyapti. O'rtoqlar, bir tibbiy bilim olgan yoki bilim o'rganuvchi inson sifatida sizlarga aytadigan bo'lsam, muammoni aniq qayerdaligini hal qilib olish kerak. Shunda muammo yechilishi oson bo'ladi. Mana misol uchun 50 ta muammo, 100 ta muammo ko'p desak, muammo yechilishi qiyin. Shuning uchun aniq qanday muammoligini aniqlab olsak, o'sha muammo yechilishi oson bo'ladi, oldiga siljish oson bo'ladi. Birinchi, mana misol umuman bajara olmayman degan fikr kelishi mumkin. Kimdadir behush holatdagi bemorni ko'rganida, kimdir bajara olsam kerak, balki bajara olarman yoki harakat qilib ko'raman, bajara olaman. Bu endi qo'yilgan bahosi, siz ichingizda qanday fikr o'ylayotganingizga qarab qo'yilgan bahosi. Ayni damda kardiopulmonar reanimatsiya bo'yicha bilimlaringizni qanday baholaysiz? Agar bu kursni o'tmagan odamlar bo'ladigan bo'lsa, misol oddiy tibbiyot xodimi bo'lmagan odamlar bo'ladigan bo'lsa, misol hech narsa bilmayman deyishi aniq. Yoki qayerlardadir bu haqida ma'lumotga ega bo'lgan odamlar bo'lsa, juda ham kam bilaman, o'rtacha bilaman degan bir turli xil bilimlar, fikrlarni aytishi mumkin.
Buni tibbiyot xodimlari lekin kamida o'rtacha bilaman yoki yaxshi bilaman degan javob berish kerak. Yurakni yopiq massaj qilishda o'rtoqlar kaftlaringiz qayerda bo'lishi kerak? Bu bizni dastlabki vaziyatga olib kirishimiz uchun kerak bo'ladigan savol. Amerika yurak assotsiatsiyasi, Yevropa reanimatologlar assotsiatsiyasi, shu qatorda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan bilimlarga, o'sha protokollarga, standartlarga tayanadigan bo'lsak, hozir biz oxirgi protokollar bo'yicha o'rtoqlar xanjarsimon o'simta degan narsa chetlab o'tyapti. Xanjarsimon o'simtani bosilmasdan faqat tevarog'i, o'simta yo'q joyi, to'siyagini tashqi qismini bosish tavsiya etilyapti. Bu yerdagi to'g'ri javobimiz o'rtoqlar ko'krak qafasining markazini degan javobni to'g'ri olsak bo'ladi. Slayd davom etamiz. Yurak tashqi massajida ko'krak qafasi kompressiyasi tezligi qanday bo'lishi kerak? O'rtoqlar, ro'yxatda faqat bitta javob tanlashimiz kerak. Bu narsa shu oxirgi standartlar bo'yicha, oldingi standartlar bo'yicha raqamlar turli xil edi. Ya'ni mana 15 yildan beri tibbiyot ichida yuribmiz. Bakalavr payti o'qiyotgan bilimlarimizni ham oladigan bo'lsak, bu raqamlar farq qilardi oldingidan ko'ra. Lekin hozirgi oxirgi standartlar bo'yicha daqiqasiga 100-120 marta bosish kerak bo'lyapti. Kompressiya kimdir aytishi mumkin. Misol hamma ham kuchi yetmasligi mumkin. Lekin imkon qadar shu 120 martaga yetkazish kerak. Ko'pincha yurak to'xtaganda guvohlar tomonidan birinchi yordam ko'rsatishga nima to'sqinlik qiladi? Bu hol boshida aytib o'tgan gapim, muammoni aniq hal qilib olish kerak. Shunda muammo yechilishi oson bo'ladi. Ya'ni misol yo'q bu bo'lmaydi degan gapdan ko'ra nima sabab bo'lmaydi? Bo'lmasligiga nima sabab? Shu sababni to'xtatib topib, shuni yechsa, ancha yechilishi oson bo'ladi. Ya'niki, misol reanimatsiya bo'yicha bilim va ko'nikmalarni yetishmasligi yoki shoshilinch hal qilinishi talab qilinadigan shaxsiy muammolar bo'lishi mumkin. Misol haqida aytib o'tamiz, kimdir misol IELTS imtihoniga ketayotgan bo'lishi mumkin, kimdir qanaqadir imtihonga, kimdir misol mana endi xudo saqlasin, ro'zani kunida iftorlikka shoshilayotgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir misol do'konga shoshilayotgan bo'lishi mumkin. Shu muammoni hal qilib olish kerak. Boshqa odamlarni diqqat markazida bo'lishdan istamasligi mumkin ko'pchilik odamlar. Qonun bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar. Jabrlanuvchi bilan aloqa qilish orqali infeksiya yuqish xavfidan qo'rqish. Qanday yordam ko'rsating deganda, bu yerda ko'rsatib o'tdim, prokuror tibbiyot xodimlaridan ana shu standartlarni oldiga ochib olgan holatda so'raydi. Ya'ni qonun jihatini ham biz imkon qadar amalga hisobga olib qo'yishimiz kerak. Jabrlanuvchi bilan aloqa qilish orqali infeksiya yuqish xavfidan qo'rqish. Bu ham haqiqatan bir o'rinli javob. Ko'pchilik bu ham muammo bo'lishi mumkin kimlargadir yordam ko'rsatadigan paytda. Mana misol o'rtada bemor yotibdi, unga yordam ko'rsatish kerak. Endi kimdir telefon o'ynab ketayotgan, kimdir haqiqatan imkon qadar bir vijdonan qonun qoidalarini bilgan holatda amal qilish kerak bu narsaga. Sun'iy nafas berish paytida infeksiyadan himoya qilish uchun turli xil asboblardan foydalanish mumkin. Endi sun'iy nafas berish o'rtoqlar, BLC kursimiz o'z ichiga kirib boryapmiz. Bir martalik maxsus himoya plyonkasi, yuz qalqon, ya'ni oddiy maskani ko'rsatdi bu yerda. Ba'zi ma'lumotlarda o'qib qoldim, o'sha talabalarga ham aytamiz. Bemorga sun'iy nafas berayotgan paytda infeksiya yuqmaydi deb yozilyapti. Infeksiya nimaga yuqmaydi desa, bemor bizni misol tashqariga bizga havo chiqara olmaydi, ya'ni fuday olmaydi biz tomonga, ichidagi havosini fuday olmaydi deyilyapti. Yo'q, bu narsa xato ma'lumot, ishonib qolmanglar, hushyor bo'lish kerak, o'zimizni himoya qilish yo'llarini ko'rib hisobga olib qo'yish kerak. Taqdimot davom etamiz o'rtoqlar. BLC algoritmi birinchi qadamlar. Ya'ni hayotiy muhim organlar funksiyasini qo'llab-quvvatlashda eng sodda va boshlang'ich qadamlar shular mana. Xavf-xatarni baholash, jabrlanuvchi ahvolni baholash, tez yordamga qo'ng'iroq qilish, ko'krak qafasi 30 marta kompressiya, 2 marta sun'iy nafas, yordam kelgunga qadar navbatdagi reanimatsiyani kutish. Ko'rgan bo'lsangiz o'rtoqlar, endi xabari borlar bor. BLC reanimatsiyasi odatda ABC reanimatsiya deb atalishi mumkin. Oxirgi standartlar bo'yicha ba'zi joylarda yoziladi ABC bas CAD bo'lib qolgan. Ya'ni hozir unga mikroga to'xtalamiz. BLC kursimiz algoritmiga keldik. O'rtoqlar, dastlab mana xavf-xatarni baholash. Biz xavf-xatarni baholab olishimiz kerak. Biz amaliyotimizda shunday holatlar bo'lganki, misol tez tibbiy yordam sharoitida, misol skoriyda tez tibbiy yordam mashinasida 5 yil 6 yil oldinlari, misol ichkarida portlash bo'lgan, xudo saqlasin, gazdan bir har xil xavfli holatlar bo'lgan yoki qanaqadir deval yiqilish ehtimoli bor yoki qanaqadir is gazi, zaharli gazlardan zaharlanish ehtimoli bor yoki qanaqadir xudo saqlasin portlash ehtimoli bor, qanaqadir elektr toki urish xavfi bor. Shu narsalarni biz o'zimizning hisobimizga olib qo'yishimiz kerak.
Ba'zilar tushunmasdan majburlaydi. Sen tibbiyot xodimisan, borib yordam ko'rsat degan majburlash holatlari bo'lib turadi. Yo'q, biz unga majbur emasmiz, o'zimizni xavfli tomonga biz o'zimiz urishgan. Nimagaki, Xudoga shukr, biz O'zbekiston sharoitida har bitta sohani o'zining mutaxassislari bajarsin degan qonun qoidalar bor. Ya'ni mana misol, qanaqadir is gazdan zaharlanish holati shubhasi bormi? Biz u xavfga borib tibbiyot o'sha bemorga yordam ko'rsatmaymiz. Biz misol mana bruzitor yoki o'sha qanaqadir misol portlash xavfi bo'lishi mumkin, Xudo saqlasin, yoki elektr tok ko'rish, bu holatlarda biz mana misol MCS ni chaqirishimiz mumkin yoki pajarni chaqirishimiz mumkin yoki o'sha gaz bilan shug'ullanuvchilar chaqirishimiz mumkin. Har qalay biz unga borib yordam berishga majbur emasmiz. Nimagaki, tibbiyot xodimi sifatida biz o'sha bitta insonga emas, undan tashqari bir Xudo xolasa bir qancha ko'plab insonlarga yordam berishimiz kerak bo'ladi. Biz o'zimizni hayotimizni xavfga solishga biz majbur emasmiz, o'rtoqlar. Shuning uchun har bitta sohani o'zining mutaxassisiga buyurishimiz kerak, o'zining mutaxassisini chaqirishimiz kerak bo'ladi. Atrof muhitni xavf-xatardan himoya qilib olishimiz kerak bo'ladi o'zimizni. Sizning hayotingiz uchun xavfli vaziyatlarda jabrlanuvchiga yordam ko'rsatish mumkin emas, deyapti. Yana aytib o'tganimizdek. Bu narsa bitta misol bizning gapimiz bilan emas, butun BLC kursi bo'yicha, butun yer yuzi bo'yicha amal qilishimiz kerak bo'lgan qonun qoida. Kimdir sizni xavfli holatga majburlaydigan bo'lsa, sen tibbiyot xodimisan deb, u narsa haqqi yo'q tibbiyot xodimlarida bunaqa noto'g'ri majburlashga. Xo'p, jabrlanuvchi ahvolini baholash. Endi jabrlanuvchi ahvolini baholash algoritmiga o'tdik. Bunda jabrlanuvchiga muloqotga kirishga harakat qilamiz. Atrof muhitni baholab olganimizdan keyin muloqotga kirishganda o'rtoqlar, mana misol tashqarida ko'chada bitta odam yotibdi, oldiga borib nimaga misol aka sizga yordam kerakmi deb nuqib ko'rishimiz mumkin, ikkala yelkasini nuqib ko'rishimiz mumkin, ikkala qulog'iga ham gapirib ko'rishimiz kerak, sababki bitta qulog'i kar bo'lsa, ikkinchisi eshitib qolishi mumkin. Yelkalardan nuqib, sal u yoqqa qarab, so'ng mana uyqu arteriyasini tekshirib, yurak uryaptimi yo'qmi, puls bormi yo'qmi yoki nafas olishini tekshirish orqali muloqotga kirishga harakat qilishimiz kerak. Bildikki, mana shu belgilar yo'q. Ya'ni misol nafas yo'q, yurak urmayapti, puls yo'q, ranglar misol oqarib ketgan bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, bu yerda darrov nafas yo'lini ochish slayd kelyapti. Ya'ni tivada mana hidlov holatiga olib o'tish ham deyiladi. Birinchi rasmda normal holat bo'lsa, mana ikkinchi rasmda mana bu yerda birinchi holatdagi mana nafas yo'llari bekib turibdi. Ikkinchi holatga olib o'tganimizda bemorni jag'ini yuqoriga ko'targanimizda nafas yo'li ochilyapti. Endi buni hidlov holatiga olib o'tish desak ham bo'ladi, sodda qilib. Nafas o'tkazishni ta'minlash, 10 soniyada nafasni baholash. O'rtoqlar, bu BLC kursimizda amaliyotni bajarish uchun bizga juda ham qisqa vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni har bitta algoritmda bir-birining bosqichlarida 10 soniyadan oshmasligimiz kerak. Bu 10 soniya oltin standart, oltin raqam, gold time deb ataladi. Misol 10 soniyada nafasni baholash, 10 soniyada yurakni baholash, 10 soniyada kompressiya, 10 soniyada misol shu amaliyotlarni bajarishimiz kerak. Ba'zi joylarda misol Yevropa standartidan tashqari joylarda 10 soniya emas, 8 soniya degan joylar ham bo'ladi. Lekin hozirgi holatda eng oxirgi standarti 10 soniyadan oshmaslik kerak bo'ladi amaliyotlarni bajarishda. Mana nafasini tekshiryapti. Rasmdagi inson bemorda nafas olyaptimi yo'qmi? Bu yerda tez yordamga qo'ng'iroq qilish. Tez yordamga qo'ng'iroq qilish masalasida tibbiyot xodimlari o'ylanishi mumkin. Men o'zim tibbiyot xodimiman, qo'ng'iroq qila olmayman, o'zim yordam ko'rsatishim kerak deb. Yo'q, o'rtoqlar, tibbiyot xodimi sifatida bo'lsak ham biz tibbiyot xodimi yoki boshqasini tez yordamga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Sababiki bizda har bir dori ham yonimizda yo'q, dori-darmon yonimizda olib yurilmaydi. Tez yordam mashinasida mana Xudoga shukr anchagina apparaturalar, dori-darmonlar jamlangan bo'ladi. Shuning uchun tibbiyot xodimi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham tez yordamga qo'ng'iroq qilish bosqichida biz o'zimizni orqaga tashlamasligimiz kerak. Bu yerda BLC kursini bajarish bir kishi bo'lishi mumkin, ikki kishi bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, standart bo'yicha, ayniqsa Yevropa standarti bu narsaga alohida e'tibor qaratilgan. Har bitta qilinayotgan ish ma'lum bir aniq shaxsga yuklatilishi kerak. Ya'niki biz 3 kishi yoki 2 kishi turibdimi BLC kursini bajarayotganda, aniq bir kishiga buyurib, sen tez yordamga qo'ng'iroq qil deb aytish kerak. Ya'ni misol birotalarning qilinglar degan gap hozir standartda yo'q BLC kursida. Sen tez yordamga qo'ng'iroq qil, sen mana bu ishni misol nafas yo'lini tekshir, sen kompressiya qil, sen u qil. Kimdir qilsin degan narsa standartda yo'q oxirgi BLC kurslari bo'yicha.
Ya'ni sodda qilsak, ma'lum bir shaxsga yo'latilish kerak va mana shu shaxsdan keyin natija olish osonroq bo'ladi. Kompressiyaga o'tilyapti. Algoritm o'rtoqlar oxirgi standart bo'yicha ABC reanimatsiya emas, ya'ni mana CAD reanimatsiyamiz, ya'ni kompressiya bosqichi, mana qo'lda qayerga qo'yish. Xanjarsimon o'simtani qo'ymaslik sababi o'rtoqlar xanjarsimon o'simta ichkariga bosilib, o'pkani zararlab qo'yishi mumkin deyilyapti oxirgi standartlar bo'yicha. Ya'ni pnevmotoraksiya sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun xanjarsimon o'simta emas, ichcha yuqoriroq bosiladi. O'simta yo'q joyi to's suyagini pastki qismi deyiladi. Qayerda bosamiz deganda kompressiyani o'rtoqlar mana ko'rasizlar, o'ng qo'l chap qo'l farqi yo'q, lekin qaysi qo'l dominant bo'lsa, kuch ko'proq bo'lsa, o'sha qo'l pastda turishi kerak. Chiqanoqlar bukilmasligi kerak. To's suyagining pastki qismi mana ko'rasizlar qanday holatda o'rnatilishi rasmda. Chest compression, shu ko'krak qafasining kompressiyasi yosh kattalarda qanday, bolalarda qanday va chaqaloqlarda qanday. Pastki rasmlarda press down 5 cm gacha yosh kattalarda, lekin aytilyapti O'zbekiston standartlari bo'yicha ham, Yevropa standartlari bo'yicha ham uzoq 6 cm dan oshmaslik kerak. 6 cm dan oshadigan bo'lsa, bemor zararlab qo'yishimiz mumkin. Bolalarda ham 5 cm, ba'zi joylarda o'sha 3-4 cm deyiladi. Chaqaloqlarda 4 cm yoki 3 cm degan standartlarda beriladi. Xo'p, mana chaqaloqlarda qanday holatda kompressiya qilamiz? Bu yerda mana ko'rasizlar, mochidniy atrostok, xanjarsimon o'simta pastroqda qolyapti ozgina, ichi yuqoriroq bosilyapti. Chaqaloqlarda kompressiya qilish yoki ikkala bosh barmoq bilan yoki ko'rsatkich barmoq bitta qo'l bilan, keyin ikkita barmoq bilan kompressiya qilishimiz mumkin. Tezligi va chuqurligini aytib o'tdik, 5-6 cm gacha va daqiqasiga 100-120 marta. Kompressiyani bitta masalani aytib o'tishimiz kerak, o'rtoqlar. Biz misol 5 cm kompressiya qildik. Bu 5 cm da kompressiya 100 marta yoki daqiqasiga 120 marta kompressiya qilayotgan paytimizda o'rtoqlar yurakni yana qayta kengayishiga ham imkon berishimiz kerak. Ya'ni yurak to'liq kengaymasa, qon bilan to'lmaydi. Biz bu yerdan kompressiya qilganimiz bilan qon bilan to'lmagan yurak hech qancha qonni tanaga otib bera olmaydi. Shuning uchun yurakni to'liq kengayishiga ham imkon berishimiz kerak. Yurak qon bilan to'lib olishi kerak. Keyingi shu bosayotgan kompressiyamizda yurak qon otib beradi va tanaga qon yetib boradi. Ba'zilar kompressiya paytida, misol o'zimizni o'rgatayotgan talabalarimiz orasida kompressiya qilyapti, lekin ko'krak qafasi to'liq kengayishga imkon bermayapti. Yurak to'liq kengayishga imkon bermayapti. Qo'lini to'liq misol ko'krak qafasiga normal holatga qaytishga imkon bermayapti. Chuqur bosyapti, yana qaytib kengaymasdan turib yurak yana qayta chuqur bosyapti. Bunaqada natija 0 ga teng bo'ladi deyiladi standartlarda. Nafas berish bosqichi BLC kursimizni mana birinchi rasmda normal holat bo'lgan bo'lsa, yuqoridan keltirdik. Ikkinchi rasm jag'ni, pastki jag'ni yuqori ko'tarish orqali yuqori rasmda ham keltirilgan nafas yo'llari ochiladi. Sun'iy nafas berish bilasizlar, avvaldan maktab darslarida ham bor. Og'izdan og'izga sun'iy nafas berish, og'izdan burunga sun'iy nafas berish yoki aralash nafas berish bo'lishi mumkin. Sun'iy nafas berishda o'rtoqlar o'pkangizni ortiqcha shishirmang, jabrlanuvchi o'pkasiga juda ko'p havo berish orqali ham o'pkani zararlab qo'yishi mumkin, sodda qiladigan bo'lsak. Barotrauma, undan tashqari havoni bir qismi oshqozon tushishi mumkin, havoni bir qismi. Chaqaloqlarda lunchning o'zidagi havo yetarli bo'ladi, buni aytib o'tganmiz. Bu narsa BLC kursi bo'yicha emas, tibbiyot xodimlari Advanced kursi bo'yicha, Advanced Life Support kursi bo'yicha mana ambu qopchasini joylashtirish. Ko'ryapsizlar, mana safar uchligi holat deyiladi. Jag' ko'tarilyapti, bosh orqaga, peshonadan orqaga tashlanyapti. Bu masala o'rtoqlar, juda nozik masala, sababki behush bemorlarga borganda Yevropa chet el standartlari bo'yicha AHA standartlari, American Heart Association standartlari bo'yicha behush bemorga borganda birinchi o'rinda bemorni bo'yin qismi, umurtqa qonasi shikastlanmaganligini e'tiborga olishimiz kerak. Sababki bemorni bo'yin qismi shikastlangan bo'ladigan bo'lsa, biz peshonani pastga ezishimiz orqali bo'yin umurtqalarini qimillatib, bosh miyadan nafas yo'liga ketadigan, diafragmaga ketadigan impulslarni shunday to'sib qo'yishimiz mumkin. Natijada zo'rg'a nafas olayotgan yoki nafas ololmayotgan bemorni yana nafas olish yo'lini to'sib, nafas ololmaydigan qilib qo'yishimiz mumkin. Xullas, behush bemorlarga bo'yin umurtqasi shikastlanishini e'tiborga olishimiz kerak. Bo'yin umurtqasi shikastlanishiga shubha bo'ladigan bo'lsa, faqatgina pastki jag'ni yuqori ko'tarish bajariladi. Peshonani ezib, hidlo holatga olib ketish bajarilmaydi. Endi avtomatik tashqi defibrilyator. Bu defibrilyator har qanday inson ishlatishi mumkin. Hozirda o'sha Toshkent Cityda ba'zi joylarda bor, Toshkentda
Biz qolgan viloyatlarga endi sekin-sekin kelish reja qilinyapti. Chet elda, lekin Yevropada chet el standartlari bo'yicha ko'chalarda turadi. Ma'lum joylarda avtomatik tashqi defibrilyatorda mana o'zi har qanday yo'riqnomasi ko'rsatilgan bo'ladi. Behush yotgan bemorga haqiqatan yuragiga pulsi yo'q bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatma bo'yicha ulanadi. Avtomatik defibrilyator ulangandan keyin o'zi apparat gapirib turadi. Bu qanday ishlarni bajarish kerakligini. Knopkani bossa defibrilyator berish kerak yoki kerak emasligini ham ko'rsatadi. BLC holatidan bemor hushiga yurak urib ketgan bo'lsa, hushi kelgan bo'lsa, endi uni normal holatga olib o'tish, tiklanish holatida bajariladigan ishlar keltirilgan rasmda. Mana ko'rasizlar, osmonga qarab yotish xavfliroq, bilasizlar. Sababki til nafas yo'lini bekitib turadi. Yonboshga qaratish orqali biz bemorda nafas yo'lini ochish yoki tilni orqaga ketib qolish zararini kamaytirishimiz mumkin. Shu sabab shuning uchun bemorni imkon qadar yonboshlangan holatga olib borishimiz kerak yoki sudurgi bo'layotgan, sutxona bo'layotgan bemorlarga ham mana shu holatga olib o'tish hozircha har qanday inson uchun talab deyiladi. Sababiki sudurgi holatdagi bemorlarga hali u mavzularga alohida yondashamiz keyingi darslarda. Til ketib qolish xavfi kamroq bo'ladi yonboshga qaratib qo'yadigan bo'lsak. Endi nafas yo'liga yodisim tiqilishi, nafas shu obturatsiyasi, bu usul o'rtoqlar Gemlich usuli deyiladi, bilasizlar. Mana yuqoridan boshlaydigan bo'lsak, barmoqlarimizni siqib, tuz suyagini, ko'krak qafasining pastki qismi bosiladi. Bu orqali nafas yo'lini tozalash bajariladi. Nafas yo'liga nimadir tiqilib qolgan bo'lsa, misol Xudo saqlasin, qanaqadir uchkani qopqog'i yoki qanaqadir holatlar ko'ryapsizlar, Gemlich usulini qanday bajarish keltirilgan. Men o'zimning shaxsiy amaliyotimda o'rtoqlar to'g'risi shunday holat bo'lgan. Men bilan bo'lmagan, lekin men sherigim bilan bo'lgan holat bo'lgan. Bu chaqaloqda nafas yo'liga sut ketib qolgan. Ya'ni osmonga qarab yotganda o'zi asli yonboshga qarab, boshini yonboshga qarab qo'yish kerak bo'ladi, nisbatan xavfsizroq bo'ladi. Osmonga qarab yotgan chaqaloqda onasining sutini emgandan keyin sutga tiqilib qolgan. Biz ko'rgan holatimizda chaqaloq sutga tiqilgan holatda nafas ola olmayotgan, ko'karib ketgan holatda bo'lgan va u paytda shu meni sherigim bir Xudo nasib qilib qalbiga solib qo'yganda Gemlich usulini qo'llamagan, lekin og'zini o'sha chaqaloqni og'ziga qo'yib turib havoni ichiga tortgan. Bu sodda qilasa kulgili holatga o'xshaydi. Havoni ichiga tortgan, og'zini chaqaloqni og'ziga qo'yib turib. Sut ichga u payt endi biz yangi ish boshlagan paytlarimizda Gemlich usulini bajarish esa kelmagan holat bo'lishi mumkin. Tez yordamda endi ish boshlagan paytlarimizda chaqaloqdagi tiqilib qolgan havoni ichiga tortganda o'sha sut, o'sha misol biz sherigimiz tibbiyot xodimi vrachda ichiga sut o'zi salkam chiqqan ham, lekin natijada chaqaloqning nafas yo'llari ochilgan. Shu ko'karishlar qaytib ketgan, chaqaloq ancha nafas ola boshlagan, lekin shifoxonaga olib borganmiz chaqaloqni. Har qalay shu ham natija bergan, lekin standartda yo'q u narsa. Standartda ko'rasizlar, mana Gemlich usuli. Chaqaloqni bajarish, chaqaloqlarda bajarish mana o'ng tomonda pastki qismda, chaqaloqlarda qanday bajarish, bolalarda o'rtadagi pastki qismda, rasmlarda qanday holatda bajarish. Oxirgi standartlar bo'yicha imkon qadar 5 marta uriladi deyiladi o'sha orqa tomondan. Orqa ko'krak orqa qismiga, ko'kraklari pastki qismiga 5 marta uriladi, yana tekshiriladi oldimi yo'qmi. Xo'p, Yevropa standartlari o'rtoqlar guideline-dan yangiliklarni ham keltirmoqchiman Yevropa standartlaridan. Ichidagi ma'lumotlar ko'rib chiqdim, standartlarda asosiy texnikalar o'zgarishi yo'q. Ya'ni avvallar o'zgarish bo'lgan. Misol 80-100 marta bo'lgan kompressiya, oxirgi standartda 100-120 marta. Texnika bo'yicha Yevropa standarti o'zgarishi yo'q. Ya'ni daqiqasiga o'zgarmagan daqiqasiga qancha kompressiya, qancha nafas berish o'zgarmagan, chuqurliklar o'zgarmagan, faqat qo'shimchalar qilingan oxirgi guideline bo'yicha. Oxirgi standart bo'yicha, Yevropa standarti bo'yicha juda ham qiziq foydali qo'shimchalar qo'shilgan. Qanday qo'shimchalar degan bo'lsak, u narsa hozir bizda ham O'zbekiston Respublikasida ham tashkil qilishga harakat olib borilmoqda. Ya'ni mana smartfonlar raqamli yordam deyilyapti. Maxsus mobil ilovalar deyilyapti. Mahalliy tizimlar orqali yaqin atrofdagi defibrilyator joylashgan joyni yoki yordamga muhtoj odamni topish, video qo'ng'iroqlar deyilyapti. Dispetcher 103 operator endi video aloqa orqali yurak operatsiyasi sifatini real vaqtda nazorat qilish tavsiya etiladi. Bu narsa hozirgi holatda shunday bo'lyaptiki, Yevropa standartiga bu narsa shart deb qo'yilyapti. Lekin bizning O'zbekiston sharoitida u narsa shart deb qo'yilgan, lekin aholi buni hali qabul qilgani yo'q. Nima haqida gap ketyapti? Bizda ko'l markazlar tashkil qilingan, bilasizlar. Ko'l markazlari standarti bo'yicha shifokor bo'ladi ko'l markazida. Har qanday tushgan chaqiruvga
dastlab o'sha dispetcher hamshiralar chaqiruv qilgan aholini kimgadir chaqiruv qilgan odamga tushuntirish kerak bo'ladi. Bu narsani qiling, bu dorini bering, bu holatga olib o'ting, badaningiz suv bilan arting, mana bu holatda olib o'ting va zarur bo'lsa, o'zgarish bo'lmasa keyin tez yordam boradi. Biz aholi hali uni qabul qiladigan yo'q, sababi 100 ga qilsam, telefon qilsam tez yordam keladi degan fikr bor. Yo'q, tez yordam aslida bormasligi ham mumkin bizning qonunlar bo'yicha. Nimaga desangiz, dispetcher hamshira to'g'ri davo taktikasini o'sha telefon qilgan odamga tushuntirgan bo'lsa, natija bo'lgan bo'lsa, tez yordam bormasligi mumkin. Yoki dispetcher hamshira tushuntira olmaydigan bo'lsa, starshий vrach bo'ladi kol markazida, starshий vrachga beradigan bo'lsa, starshий vrach tushuntirishi mumkin o'sha telefon qilgan odamga. Bu bemorga mana bu yordamlarni ko'rsating deb. Natija bo'lsa, tez yordam bormasligi mumkin. Lekin O'zbekiston hali uni qabul qilgani yo'q. Standartda qonun qoidalarda bor, lekin aholi buni qabul qilgani yo'q. Ruchka telefon qildim, lekin tez yordam kelishi shart deb o'ylaydi. Lekin Yevropa standartlarida bu narsa qabul qilinyapti. Tez yordam bormasligi ham mumkin. Dispetcher hamshira dori-darmonlarni to'g'ri tushuntirsa va natija bo'ladigan bo'lsa, tez yordam bormasligi mumkin. Smartfonlar raqamli yordam masalasida o'rtoqlar ekranga keltirdim. DNet degan bizda programmalar bor. Misol DNet Pro degan programma bu shifokorlar uchun va oddiy DNet degan programma bor. Mana o'ng tomonda o'sha programmaning ichida ko'rsatilgan. Har qanday O'zbekiston fuqarosi DNet degan programmani ustanovka qilib, tibbiy kartasini ko'ryapsizlar, antropometriya yoki shifokor qabuliga yozilish bor. Shifokor qabuliga yozilishdan tashqari Yevropa standartlari degan shu ma'lumotlarni keltirdim. Bizda hali O'zbekistonda narsa yo'q, lekin Yevropa standartlari shunaqa ilovalar bor. U ilovani ichiga kirgan paytimizda o'sha Yevropa aholisi ilovada eng yaqin atrofdagi defibrillator joylashgan joyni ko'rsatadi ilovada. Bu bitta bizda tashkil qilinmagan, Yevropada tashkil qilingan shart bo'lgan ma'lumot. Qo'shimchasiga yaqin atrofda BLC bo'yicha yordam bera oladigan odamning qayerdaligi ko'rsatiladi Yevropadagi ilovalarda. U qanday ishlaydi degan bo'lsak, shunday bo'layotganki, mana misol uchun aholi BLC kursiga o'qitiladi. Behush bemorlarga birinchi tibbiy yordam emas, birinchi yordam ko'rsatadigan kurslarga o'qitiladi. Va bu o'qitilgan aholi avtomatik ravishda o'zini misol mana tibbiy kartasida ro'yxatdan o'tadi. Men BLC kursini bilaman degan ma'lumot sertifikat litsenziyadan ro'yxatdan o'tib qoladi. Shu orqali bu ilova har bitta odamning telefonida o'rnatilgan bo'ladi va behush bemorni ko'rib qolgan inson darrov telefoniga kirib turib, shu ilovani ichiga kiradigan bo'lsa, yaqin atrofda BLC kursini o'qigan kimlar bor? Shunda o'shani misol knopkasini ezadigan bo'lsak, atrofda kimki BLC kursini o'qigan insonlar telefoniga misol vibratsiya yoki budilnik chaladi-da, sen yordam berishing kerak bo'lgan joy bor. Mana bu yerga bordi, misol ko'rsatma bo'ladi. Shu orqali atrofdagi jamiki defibrillatorlar yoki BLC kursiga o'qigan insonlarga budilnik boradi, chaqiruv boradi. Va bu ishdan qochish emas, shu behush bemorga yoki bemorga yordam ko'rsatish masalasida nisbatan qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Yordamchi kuchlarni chaqirish uchun qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Bizga ham mana O'zbekiston sharoitida ham mana aytib o'tdim. DNet Pro degan shifokorlarga, DNet oddiysi bu oddiy aholiga, u aholi ilovani o'rnatib turib, juda ko'p tibbiyot haqida bir ma'lumotlarni olishi mumkin. O'sha o'zi poliklinikasida qaysi shifokorga biriktirilgan, u shifokor qaysi vaqtlarda ishlaydi, qanaqa mutaxassis yoki poliklinikada qanaqa ma'lumotlar bor, shu ma'lumotlarni DNet programmasida olishimiz mumkin. O'zbekistonda lekin hali biz O'zbekistonda BLC kursiga aholi o'qitilgani yo'q. BLC kursiga o'qitilgan aholi bu ro'yxatda chiqmaydi. Bu yerda DNet programmasida yoki biz O'zbekistonda defibrillatorlar ham hali ko'p joylarda yo'q. Shu sababli bu programmada defibrillatorlar qayerda joylashganiga chiqmasligi mumkin. Keyin yana Yevropa standartlariga qo'shimcha O'zbekistonda qarorlarni aytdik. Dispetcher yordam, yurak o'pka reanimatsiyasi tushuntirish. Eng yaqin yo'riqnomada dispetcherning roli keskin oshgan. Eng yangi yo'riqnomada agar qutqaruvchi nima qilishni bilmasa, operator telefonda qanday qilishni tushuntirib turish shart deyapti. Bu oltin standart. Ko'rasizlar, shart deyilyapti. Bizda ham 2022-yil 16-iyun kuni prezident qarori aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qaror bo'yicha bizga ham bu narsalar qo'yilgan. Dispetcher yordam ko'rsatsin, tushuntirsin degan joyi bor. Lekin boshida aytib o'tdim, hali bu narsaga to'liq amal qilingani yo'q. Sababki aholida tibbiy madaniyatning bilimi nisbatan ozligi sababli.
foydalanish doirasini kengaytirish defibrilyatorda. Yangi tavsiya endi avtomatik defibrilyator nafaqat aeroport yoki metrolarda, samolyotlar ichida, poyezdlar, uzoq masofa avtobuslarda ham bo'lishi kerak. Jamoatchilikka o'rgatish deyilyapti. Ya'ni mana aytib o'tdik, BLC kurslarini o'sha Yevropa standarti jamiki aholiga o'rgatmoqchi, o'zining aholisiga. Yangi talab har 2 daqiqada qutqaruvchini almashtirish, charchoq tufayli sifat pasayib qolish. Hatto qutqaruvchi charchamadim desa ham oxirgi talab bo'yicha qutqaruvchini almashtirish kerak bo'lyapti. Yana aytib o'tdik, mana o'rtoqlar, BLC kursiga Yevropa chet ellarida o'zi boshlanyapti. Aholini BLC kursiga o'qitish. Aholi BLC kursiga o'qitilgandan keyin u ilova har bitta shu Yevropa aholisida o'rnatilgan bo'ladi va qayerda ketayotgani, BLC kursiga o'qigan odam qayerda ketayotgani ko'rsatilib turiladi. Nisbatan vaziyat tig'iz bo'lib qoladi. Lekin shu narsa shart deb atalyapti. Defibrilyatsiya EKGda qorincha fibrillatsiyasi va qorinchalar pulsi tahkardiyasi. Yuzaga kelganda iloji boricha tezroq avtomatik tashqi defibrilyator ulanadi va foydalaniladi. Bu yergacha bo'lgan joy o'rtoqlar basic life support edi. Endi bu yerga kelgan bo'lsak advanced life supportga o'tyapmiz sekin-sekin. Dastlab defibrilyator 150-200 joule bilan boshlanadi deyilyapti. Kuchlanishi bilan natija baholanadi. Zarurat bo'lsa yana 2 marta 250 joule bilan, har qalay misol birinchi marta 150 joule berilgan bo'lsa, ikkinchi martasida joule kamaytirilmaydi. Nisbatan ko'tariladi. 200-250 ga ko'tariladi. Ba'zi holatda 300 ko'tarilgan holatlarni ko'rganmiz. Bu narsa o'rtoqlar, misol chaqaloqlarda, bolalarda kilogrammiga 2 jouldan hisoblaymiz o'rtacha. Ya'ni misol 10 kilolik bo'ladigan bo'lsa, 10 kilolik bola bo'ladigan bo'lsa, 20 joule qilishimiz mumkin. 15 joule qilib 20 joulega ko'tarishimiz mumkin. Chaqaloqlarga, yosh bolalarga defibrilyatsiya masalasida keyin natija baholanadi. Defibrilyatsiyadan keyin kompressiyalar aro to'xtash vaqtini qisqartirish. Har zarbadan keyin ko'krak qafas kompressiyani davom ettirish, bir zarba va yurak o'pka reanimatsiyasi. Ya'ni mana defibrilyatsiya qilinadi, keyin yurak o'pka reanimatsiyasi bajariladi, davom ettiriladi. Yana defibrilyatsiya qilinadi, yana yurak o'pka reanimatsiyasi davom ettiriladi. Bu masalada o'rtoqlarcha nisbatlar bor. Amerika yurak kasalliklari assotsiatsiyasi bo'yicha va Yevropa reanimatologlar assotsiatsiyasi bo'yicha ozgina o'zgarishlar bor. Juda katta o'zgarish yo'q. O'zgarishlar qanday deydigan bo'lsak, sonlardacha o'zgarish bor. Misol Amerika standartlari bo'yicha defibrilyatsiya qilish, misol 3 marta yoki 1 marta defibrilyatsiya, 3 marta yurak o'pka reanimatsiyasi bajariladigan bo'lsa, Yevropa standartlari bo'yicha almas bajarilaveradi. Bitta u bajarilaveradi. Shularda ozgina farqlar bor, standartlar bir-biridan. Defibrilyatordan necha joule kuchlanish bilan defibrilyatsiya o'tkazmoqchisiz deyilyapti. Bu yerda biz qanday joulda defibrilyatsiya qilamiz degan savol kelyapti bu yerda. Davom etamiz. O'rtoqlar, ekranda EKGlar keltirilgan. EKGda chap tomonda eng yuqori qismida bu narsa qorinchalar tahkardiyasi. O'ng tomonga o'tganda yurakni to'satdan to'xtashi, astoliya, pastki tomonda qorinchalar fibrillatsiyasi, uni pastki qismida ham yoki asosistoliya ham deyishimiz mumkin. Bu yerda hozircha so'roq ostidagi EKG. EKG bo'yicha davom etamiz. Qisqacha ma'lumotlarda BLC kursida kimga defibrilyator kerak degan savolga o'rtoqlar, eng yuqoridagi chapki rasmda defibrilyator qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bundan keyingi yuqoridan pastga ikkinchi rasmda oladigan bo'lsak, har xil holatda yozuvni keltirmadim. Bu narsani qorinchalar fibrillatsiyasi deymiz. Dastlab misol uchun qorinchalar tahkardiyasiga o'tadi. Yurak to'xtashini har xil 3 xil 4 xil usuli bor yurak to'xtashini. Kimdadir mana eng yuqorida o'ng tomondagi birdaniga assistoliya boshlanishi mumkin yoki kimdadir yuqori chap tomonda qorinchalar tahkardiyasi bo'ladi. Tahkardiya borib qorinchalar fibrillatsiyasiga o'tadi va borib bu narsa mana eng pastdan yuqoridagi ikkinchi rasmdan u holatga o'tadi. Borib mana eng pastdagi to'g'ri chiziqqa o'tib qoladi. Bu narsa o'rtoqlar defibrilyatsiyani eng pastdagi holatda qilmaymiz xolos. Uni yuqoridagi holatda defibrilyatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Bitta narsani hisobga qo'yishimiz kerak. Misol o'rtadagi yuqoridan ikkinchi, pastdan ikkinchi rasmlarimiz ikkita rasmda. Bu holatda bemor misol yuragida hech qanday puls yo'q bo'lsa ham mana shu EKG chiqishi mumkin. Nimagaki EKGni bemorga ulab turib, qo'lini shunday qimirlatsangiz ham EKGdagi chiziqlar qimirlayveradi. Sababi EKG ulangan holatda misol
bemorni u yoqqa ko'tarib o'tib, bu yoqqa ko'tarib o'tadigan bo'lsak, ekigilari shunaqa qimirlab turaveradi, yuqoriga, pastga qimirlab turaveradi. Hatto yurakda misol hech qanaqa puls yo'q bo'lsa ham. Shuning uchun biz ekiga qilayotganda bemorni qimirlatmasligiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Foydalanadigan dorilar shu O'zbekistonda boshda aytib o'tgan bo'yicha, Bryussel buyruq bo'yicha 2025-yil oxirgi standart bo'yicha dorilar keltirilgan. Dorilar ro'yxati shular. Bunda talabalarda savollar bo'ladi. Bu yer hozir Advanced Life Support haqida gap ketyapti, ya'ni shifokorlarga qo'llanma haqida gap ketyapti. Talabalar misol qaysi dorini birinchi qo'llashimiz kerak degan savol bo'lib qolishi mumkin, yoki qaysi dori kerakligi haqida gap savol bo'lishi mumkin, yoki biz necha daqiqa davomida bemorga tibbiy yordam ko'rsatamiz degan savol bo'lishi mumkin. Bu savolni javobini berishda o'rtoqlar e'tiborli bo'lishimiz kerak, fikrlash kerak bo'ladi. Mana misol uchun bemorga atropin qilindi yoki adrenalin qilindi yoki deyilyapti. Misol atropin qilindi, qon bosimiga ko'tarishga natijaga erishildi. Misol atropin ham qilmasligimiz mumkin adrenalin qilingandan keyin, yoki adrenalin qilindimi, imkon qadar 10 soniyalik qisqa vaqt, ya'ni gold time'dan foydalanayotgan paytda boshqa muhim funksiyani bajarishimiz kerak. Misol adrenalin qilindimi, orqasidan kompress qilishimiz kerak bo'lishi mumkin. Misol adrenalin qildik, kompressiyani qilmasdan atropin qilib yoki kompressiyani qilmasdan dopitamin qilib, noradrenalin qilib, kompressiya qilmasdan yoki kompressiya qilmasdan natriy tiopental qilib o'tirishimiz bu maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Shuning uchun imkon qadar fikrlab maqsadga muvofiq, misol adrenalin qilindimi, keyingi dorimiz misol amiyodaron bo'lishi mumkin. Yoki amiyodaron yo'q bo'ladigan bo'lsa, lidokain qilish deyiladi. Lidokain xavfliroq, shuning uchun imkon qadar amiyodaron yo'q sharoitlarda lidokain qilishimiz mumkin. ATF dorimizni hozir oxirgi Yevropa standartlari bo'yicha taklif qilinmayapti. Sababiki ATF qilingandan keyin, misol mushak orasiga qilingandan keyin yarmidan ko'pi parchalanib ketadi mushakda. Shuning uchun yurakgacha yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun ATF oxirgi standartlardan olib chiqish, tashlash taklif qilinyapti. Misol bemorga dori tanlashda natriy tiopental qilishdan ko'ra adrenalin muhim bo'lishi mumkin. Bemorni holatdan kelib chiqish qilishimiz kerak bo'ladi. Yoki mana misol atropin qilmasdan turib bemorga natriy tiopental yoki propofol qilishimiz maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Lekin infuzion eritmalar bunaqa kritik holatdagi bemorlarga juda ham muhim bo'ladi. Sababiki shunday holatlar bo'ladi. Bemorga sepsis holatlari bo'lib qoladigan bo'lsa, bu sepsisdan misol infuzion eritma masalasida o'pka pnevmoniya bo'lishi mumkin. Kapinisiya qilsak, o'pkaga suv to'planib qolsa yaxshimi yoki kapinisiya qilish orqali bir xudo xolasa bemorning hayotini saqlab qolish yaxshimi? Yaxshi, imkon qadar zarari kamroq, lekin foydasi ko'proq tomon tanlanadi. Sababiki kapinisiya qilsak, bemor misol uchun o'pkasiga suv to'planib qoladi, lekin qilmasak o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o'lmasin, mayli o'pkasiga suv to'plansa ham o'lmasin. Mayli foydali tomoni birinchi o'ringa olinib dori-darmon qilinadi. Sababki infuziya sifatida misol antibiotik sepsisga kerak bo'lishi mumkin. Endi bemorga qancha vaqt davomida birinchi yordam ko'rsatamiz degan savolning javobi bungacha fikrlash kerak bo'ladi. Mana misol uchun biz ba'zi bemorlarga hattoki mana 45 minut advanced life support ko'rsatganmiz, 1 soat ko'rsatgan holatlarimiz bo'lgan. Oxiri charchab, toliqib bo'lmayapti, tashqariga chiqqanimizda shu hayotdan ko'z yumgan bemorning yaqinlari aytib qolgan, ko'z gavhari qo'ygan ekan, u gavhari shu ko'z qorachig'i kengaymas ekan, gavhar sabab. Shu hisobiga ko'z qorachiq tortiraverganda biz yordam ko'rsataverganmiz, birinchi yordam. Dori-darmon qilinavergan, o'pka reanimatsiyasi, ABC reanimatsiya qilinib bajarilavergan. Ko'z qorachiq reaksiyasi, lekin bilasizlar, mana tortiradigan bo'lsa, hisobga qo'yishimiz kerak. Har qanday holatlarda kengaygan bo'lsa, keyin vaziyat og'irlashgan bo'ladi. Sodda aytadigan bo'lsak, kapnografiya shifoxona sharoitida tekshiriladi, bilasizlar, miqdorlarni topsa bo'ladi. Nafas bor yo'qligiga qarab qancha vaqt davom etishimizni aniqlashimiz mumkin. Nafas yo'q bo'lsa shifoxona sharoitida sun'iy o'pka ventilyatsiyasi orqali nafas berishimiz ham mumkin. Yurak faoliyatini tekshirish orqali, pulsini tekshirishimiz orqali yoki shifoxona sharoitida EKG monitoring orqali asistuli holatda yurak stimulyatsiyasini qo'yishimiz mumkin. Stimulyatsiya qiladigan apparatlarda qon bosimini o'lchash orqali shular ko'rsatkich ozginagina misol tiriklik belgilari bo'ladigan bo'lsa ham bemorga biz yordam ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Tiriklik belgilari birorta ham tiriklik belgisi qolmagandan keyin oradan 15 daqiqa o'tib
biz bemorga yordam ko'rsatishga o'tkazishimiz mumkin. O'rtoqlar qizilda yozib qo'ydim. Dexametazon turnizolon ro'yxatda yo'q, chet el standartlarida ham yo'q. Sababiki garmon hozir men aytmoqchi bo'lganim, O'zbekiston sharoitida juda ko'p holatlarda Xudo saqlasin, ayniqsa yangi shifokorlarimizda garmon dehqonchilik bo'lib ketgan. Imkon qadar standartdan kelib chiqib, garmon qo'llayotganda hushyor bo'lishimiz kerak, asoslab qo'yishimiz kerak tibbiy jihatdan. Taqdimotimizda Advanced Life Support qismiga yana qo'shimcha ma'lumotlar keltiramiz. Yurak massajini gaplashdik. Mana sun'iy nafas nisbatlari boshida aytib o'tdik. Standart bo'yicha yosh kattalarda 30 ga 2 nisbatda yordam ko'rsatiladi. Ya'ni 30 marta kompressiya, 2 marta nafas beriladi. Agar qutqaruvchi 2 nafar bo'ladigan bo'lsa, bolalarda ayniqsa 15 2 nisbatda olib borishimiz mumkin. Agar intubatsiya qilingan bemorlarda bo'lsa, yurak massaji to'xtatilmaydi-da, har 6 soniyada 1 marta daqiqasiga 10 marta berilishi kerak bo'ladi. Intubatsiyaga o'tkazilgan bo'lsa, sun'iy nafas apparati yoki ambo qopchasi orqali. Ambo qopchasi orqali faqatgina og'iz burunga aralash havo berilmaydi, bilasizlar. Endotraxeal nachaga ulab qo'ysa ham bo'ladi. Ambo qopchasini nafas to'xtagan lekin puls bor bo'ladigan bo'lsa, bolalarga nafas tezroq har 2-3 soniyada 1 marta berish kerak bo'ladi bolalarga. Kislorodda sig'imi masalasida o'rtoqlar, havo hajmi bemorning ideal tana vazniga qarab har xil belgilanadi. Odatda mana 6-8 ml kilogramm tashkil etadi. Mezon faqatgina ko'krak qafasi ko'tarilgungacha, amaliy misol uchun mana 20 kiloli bolaga 120-160 ml kislorod havo aralashmasi talab etiladi. Talabalar orasida shunaqa savol bo'lib turadi. Misol kislorodni hajmini ko'tarayotganda, misol 1 litr, 2 litr, 5 litr, 10 litr, 15 litr qancha miqdorda kislorod beramiz bemorlarga degan savol tug'ilib qoladi. Odatda mana aytib o'tdik, kilogrammga hisoblashdi. Chaqaloqlarda 3 litrga daqiqasiga beriladi kislorod hajmi. Misol nazal kanal orqali berayotganimizda endotraxeal nacha orqali beriladigan bo'lsa, buni biz aniq hisobotlari bilan, agar apparatda bo'ladigan bo'lsa, hisobotlarni belgilashimiz mumkin. Oddiy nazal kanal orqali kislorod berayotgan bo'lsak, odatda chaqaloqlarda 3 litr daqiqasiga, bolalarda 5 litr daqiqasiga, yosh kattalarda 10-15 litr daqiqasiga berishimiz mumkin. Lekin ko'p holatda kasallarga amaliy jihatdan aytadigan bo'lsak, kislorodni hajmini ko'tarish yoki tushirishda bemorning holatini hisobga olish kerak bo'ladi. Misol uchun 10 litr beryapmiz, kislorod, misol natija yaxshi bo'lyapti, misol yurak urayotgan bo'lishi mumkin, nafas olib boshlagan bo'lishi mumkin, saturasi ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin, shu yetadi 10 litr. Yetmaydigan bo'lsa, hajmini ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Faqat kattalarda emas, yosh bolalarda ham xuddi shunday. Misol nazal kanal orqaligina saturatsiya yaxshi bo'lgan bo'lsa, vaziyat bemor sog'lig'i yaxshi tomonga o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, saturatsiyani vaziyatga qarab kamaytirishimiz mumkin, ko'tarib turishimiz mumkin o'sha kislorod hajmini. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri protokollari, xalqaro reanimatsiya qo'mitalari, Amerika assotsiatsiyasi, yurak kardio kasalliklar assotsiatsiyasi, Rossiya ma'lumotlaridan foydalanish Rossiya Federatsiyasi, past qismlarida bizni pediatrix kafedrasi tomonidan o'zim shaxsiy linkim, bizni kafedramiz sayti, bizni ishchilar tomonidan haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, shu linklar orqali jo'natishingiz mumkin. Salomat bo'linglar. Kimnidir hayotini qutqarib qoling, kimnidir hayotini saqlab qoling. Bu uchun faqat shifokor bo'lish shart emas. Boshida aytib o'tdim, BLC kursini misol chet ellarda boshlanyapti, hattoki biz musulmon davlatlarda mana BLC kursini o'qitish targ'ib qilinyapti, sekin-sekin olib borilyapti. E'tiboringiz uchun rahmat.